Salom, sizga bugun mana bunday chiroyli Ramazon uchun dekor yasashni o'rgataman. O'z qo'lingiz bilan yasaysiz. Sizga kerak bo'ladigan barcha narsalar videoda ko'rsatib o'tilgan. Oy shaklidagi kartonni olamiz va uni dumaloq aylanamizga yopishtirib olamiz. Keyin esa gullarni ajratib olib, eng kichkinasidan boshlab, ingichka joyiga yopishtirib boramiz. Ha, aytgancha yashil barglarini chetlariga va o'rtalariga yopishtirib o'tish esingizdan chiqmasin. Shunda dekorimiz nafis bo'lib chiqadi. Keyin esa kattaroq gullarga o'tamiz. Ularni o'rtasiga kartonimiz kattaroq joyiga yopishtirib o'tamiz. Ora-oralarga yashil barglarni qo'shib chiqsangiz, kompozitsiyangiz yana ham go'zal bo'ladi. Kompozitsiyamizni orqasiga videoda ko'rsatilgandek arqon yopishtirib olamiz va ustidan yana qog'oz bilan mahkam qilamiz. Va eng oxirgi qadamimiz bu girlyanda. Manda batareykali girlyanda. Batareykali girlyandamizni olib, didimizga mos qilib o'rab chiqamiz. Kerak joylarini kley bilan yopishtirib ham chiqamiz. Ko'zni quvnatadigan kompozitsiyamiz ham tayyor bo'ldi. Agar yasashga erinsangiz, bizdan xarid qilishingiz mumkin. Ha, aytgancha, bizda boshqa dekor turlari ham mavjud. Agar savollar qolgan bo'lsa, bemalol kommentariyada yoki direktga murojaat qilishingiz mumkin. Foydali bo'lgan bo'lsa, like va podpiska.